Isanmisiz? Bu so'zdan asosan tatar millatiga mansub bo'lgan xalqlar kundalik muloqotlarda foydalanishadi. Isanmisiz? Bu yaxshimisiz, salom, ahvollaringiz qalay degan ma'noda ishlatiladi. Tatarlar ham o'zbeklar kabi juda ham hazil mutoyibaga, yumorga uch xalq. Shu sababli ular bilan do'stlashib, bemalol hazillashishingiz mumkin. Bugungi kunda ham tatarlar ko'plab oilaviy qadriyatlari, an'analari hamda urf-odatlarini saqlab kelishyapti. Tatar Milliy madaniyat markazida qilgan suhbatimiz ham juda ham ajoyib va go'zal tarzda o'tdi. Allahu, Allahu, gecelerini dalga bu, gece cafrak aşasın, Yasmine cıklay başlasın. Allahu, Allahu. Tal berisi, tal berisi, tal berisi tallarda. Tal berisi, tal berisi, tal berisi tallarda. Sandığa şirmeyşip sayra sigen yarım kaylarda. Sandığa şirmeytip sayra sigen yarım kaylarda. Sandığa şımışasın mı gittiğinde kullerin. Sandığa şımışasın mı gittiğinde kullerin. Senin yanına varıp kayda her kimni köngüllerim. Senin yanına varıp kayda her kimni köngüllerim. Senin yanına varıp kayda her kimni köngüllerim. Feruza opa, tatar millati haqida so'raganda bir so'z bilan qanday qilib izohlab berasiz? Qanday millat o'zi tatarlar? Tatarlar avvalambor ochiq, juda mehmondor. Endi har bitta millat vakillarida ham shu narsa bordir deb hisoblayman. Chunki mana tatarlar uyiga kirsangiz mehmonga albatta keling choyga deydi. Menimcha u o'zbekchilikda ham shu bor, ham o'zimizda ham shu bor. Lekin tatarlarni uyiga kirsangiz bitta choy piyola bilan ketmaysiz. Tatarlarda albatta kun davomida ko'p chashka choy ichiladi. Ham shu paytda suhbatlar, endi masalan endi kelin oladigan paytlar bo'ladi, kuyov olgani, o'shanda mana shu suhbatlar shu choy stolida bo'ladi-da, shunaqa. Demak, ularda oilaviy qadriyatlar juda yaxshi saqlanib qolgan. Keling, mana shu tatarlarni kelib chiqish tarixi haqida ham ikki og'iz gapiring. Qaysi asrlarga borib taqaladi? Endi u asarlar Oltin O'rdadan boshlab Volжская Bulgariya, ham u Volжская Bulgariyadan keyin bo'linadi xonstvolarga, Qozon, Kasimovskiy xonstvo. Shu bilan endi asosiy vatani endi Tatariston bo'lib keladi, endi Qozon shahri. Endi tatarlarni bittagina shu so'z bilan aytib bo'lmaydi-da endi, chunki tatarlar juda ko'p, ham dialektlari ko'p. Lekin etnonim bitta tatar. Bizga agarda kelganda endi O'zbekistonga tatarlar endi 2 asr bo'yi shu yerda yashab kelmoqda. Endi ham Buyuk Ipak yo'li orqali karvonlar, shu tatar tijoratchisi desak bo'ladimi? O'shalar kelib, mana Buxoroda ko'p yashashgan, ham aloqalar juda mahkam bo'lganda o'sha paytlarda choylar sotib olgan, o'zbek matolarini sotib olgan. O'shaning uchun hozirgi mana kunda kelganda muzeylarda saqlanib qolgan ko'p mana shu o'zbek matolaridan tikilgan tatar milliy kiyimlar. Ayollarniki kamzol deymizmi, atlas parchalardan ko'ylaklar, kulmak deydi uni. Keyin
juda ham ko'p ko'ramiz beqasamdan tikilgan erkaklar uchun shu xuddi o'zbek shkalida tikilgan, я правильно говорю, да? Shaklida tikilgan, да, shaklida tikilgan choponlar. O'xshash, o'zbeklarnikiga o'xshash demak. Ha, o'xshash. Milliy kiyimlaringda ko'p jihatlari o'xshash. Mana ham o'zim uchun bir juda ham ochilish deydimi, o'zim uchun bir muzeyda ko'rganim, mana ayollarda ko'rgan bo'lsangiz, mana qalfoq deydi uni, da. O'sha adrasdan tikilgan qalfoqni ko'rdim. Bilasizmi, unga ham bir necha yil, 19-asrda paydo bo'lgan, tikilgan shu qalfoqni ko'rdim. Tatar ayollari ham demak o'sha 19-asrda ham o'sha adrasdan tikilgan qalpoqlarni kiyishgan. O'sha nima deydi, milliylik tomonlaridan biri demoqchisiz. Endi qarang, tatarlar haqida gap ketganda ko'pincha odamlarda shunaqa tasavvur paydo bo'ladi-da, ya'ni nimchalar kiyib, beliga fartuk taqib, ajoyib lozimchalar kiyib, ro'mollarini bir boshqacha bir shaklda o'ragan bir keksa bir kampirlar, ayollar keladi-da. Bu sizlarning milliy libosinglarmi? Endi u ko'pincha qishloqlarda, derevnya deymiz-ku, endi ovul tatarcha ovul bo'ladi. U yoqda oq sochli abilarimiz deyishadi. Ular albatta shunaqa ro'mollar, mana shu mash shaklda boylangan deysiz, demoqchisiz, ha, shu albatta hozirgi kunda bor, hali ham bor. Albatta u faqat tatarlarda saqlanib qolgan. Boshqa millatlar bunaqa bog'lamaydi. Mani buvim, nanay deymiz, shunaqa boylaganlar ular ham. Lekin mana fartuk u faqat ovul kishida, ovul abilari, ovul opalari, singillar, xotin qizlar o'sha yerdagina faqat shu milliy kiyim. Albatta shaharda endi bir boshqacha ko'rinishlar. Endi mana hozirgi kunda olganda ham shaharda bir boshqacha kiyinishadi. Zamonaviy. O'sha paytda ham endi zamonaviy, juda shu parcha atlaslardan tikilgan milliy ko'ylaklar bo'lganda endi. Endi keyin shaharda ko'pincha mana shu ko'rib turibsiz, erkak tubataylari ham ayollar qalfoqlari oltin vishivkasi bo'lgan. O'sha paytda juda zamonaviy bo'lganda, endi shu qishloqlarda buni albatta yo'q, endi faqat shaharda. Menimcha o'sha ayollarni, keksa ayollarni ani dedingizmi? Nanay. O'sha nanaylarni o'sha bellariga ko'proq o'sha fartuk taqqan holda chiqishlarini men o'zimcha tatar ayollarni o'sha pazandachiligi, keyin yana tejamkorligi bilan bir bog'lansa kerak deb o'zimcha o'ylayman-da, chunki tatar ayollari juda ham tejamkor bo'ladi. Bu oiladan o'rgatiladimi? Keyin juda ozoda bo'lishadi. Ya'ni uylarni juda ham toza tutishadi, to'g'rimi? O'sha tatar ayollari bor joyda hatto bitta chang ham topib bo'lmaydi deyshadi-da. Oiladan o'rgatiladimi, yoshlikdan? Albatta, yoshlikdan. Hozirgi qizlar ham shunaqami? Albatta, mana biz g'ururlanamiz, shunaqa qizlarimiz bor bizda. Mana ham tatar qizi konkursini shu Toshkentda o'tkazganmiz. Ham bizning yutib chiqqan qizlarimiz Qozon shahriga finalga borishadi. Mana 2 yil, 1 yil tatar qizimiz g'alabaga qozondi, ham Toshkentga olib keldi bu konkursni. Shu yerda finali o'tdi. Endi har yilni o'tadigan, lekin o'zimizda o'tadigan bo'lsa juda ham chiroyli qilib master klasslar shu 2 kun o'tadi. Birinchi kuni taomlar pishirish, ham qizlarimiz mana shu xamir qilish, yoyish, uni kesish, albatta shunga shunaqangi tajribali o'zi bo'lib qolgan bizning yosh qizlarimiz, bilasizmi? Bir sizni albatta chaqiramiz. Mana shunaqa keyingi yilga o'tkazamiz, albatta sizni chaqiramiz. Ham shu pishiriqlarni albatta
oyisidan buvisidan o'rganadi shu narsalarni. Endi tayyor kelin bo'lib tushadida, endi borgan joyiga ham qo'lidan hamma narsa keladi, pishiriqlar ham tikuvchilik, hamma narsa. Endi menimcha busiz bo'lmasa kerak hayot. Oila bo'lmaydi. Oila mustahkam bo'lmaydi. Ayolni shu kabi fazilatlari siz oila bo'lmaydi demoqchisizda, tushunishimcha. Endi Feruza opa, yana bir holatda, masalan, sizlarni o'zinglarni shu tatarlarni o'ziga xos so'zlashuv uslubi borda. Mana o'sha "Esanmisiz" deysizlar. Yana boshqa bir chiroyli so'zlaring borda. Shular saqlanib qolganmi? Bugun yoshlar o'rtasida ham oilada qanaqa tilda gaplashasizlar? Tatar tili saqlanib qolganmi? Yoshlar ham yaxshi bilishadimi o'zlarini mana shu tillarini? Albatta. Meni oilamda masalan, men tatarcha gaplashamiz. Qizlarim nafaqat tatarcha, albatta o'zbek tilida gaplashishadi. Endi O'zbekistonda yashaymiz, ham davlat tili, lekin o'zimizning tilimizni uyimizda saqlaymiz. Meni nevaram ham gaplashadi. Uyda mana onam bilan biz faqat tatarcha. Ham mehmonlarimiz keladi, tatarcha bilan kutib olamiz. Bu yoqqa kelganda bizning markazga juda ham ko'p odam keladi. Endi mana hozirgina 35 yil bo'ldi. Mana o'tgan kuni o'tkazdik. Juda chiroyli katta tadbir bo'ldi. Hamma mana shu uyimizga ko'p taomlar pishirib keldik, tatar taomlarini. Har bitta kelgan mehmonni choy bilan, chakchaklar bilan kutib oldik. Ham endi bizning uyda menimcha hamma uzoq turib suhbatlashib, choylar ichib ketdi o'sha kuni. Keling, mana shu sizlarni milliy taomlaring chakchaka haqida gaplashaylik. Chunki bu chakchaka juda bir chiroyli, go'zal shaklda tayyorlanadi-da. Nima uchun tatar ayollari aynan mana shu pishiriqni mahorat bilan pishiradi? Nima uchun sizlarni aynan bu pishiriq milliy taomlaring buni o'ziga xos sabab bo'lsa kerak-a? Mana bizning endi bu milliy taomning eng birinchisi desam bo'ladi, chunki tatar millatida juda ham ko'p shunaqa taomlar bor. Bu taom endi bilishimizcha qadim zamonda kelib chiqqan, ham endi bugungi kunga kelganda bu asosiy mana to'y taomi bo'ladi. Kelin shu bilan kuyov uyiga shu chakchakni olib keladi. Sizlarda kelin kuyov tomonga chakchak bilan kirib boradi. Chakchak bilan ham bu chakchakni endi mana usta qilib tatarlar menimcha pishiradi. Endi bu endi oddiygina desangiz hamki, lekin juda ham o'zi ham ko'rinishi chiroyli, ham pishirganingizda endi bilasiz-ku, endi qandoq bol, asal bilan biriktiriladi. Shu har bitta ham odam kayfiyati ko'tariladi. Albatta, men o'zim ham shuni bir necha marta qilib ko'rganman. Ham qizlarga master klass o'tkazganmiz mana shu konkurslarda. Bilasizmi, o'zini bir qanaqadir ko'tarinki kayfiyat bilan shuni qilar ekansiz-da. Ham endi albatta bittagina odamni ishi emas bu. Bir nechta qiz, xotin-qizlar shuni birgalikda pishiradi. Ham endi hozir bizning O'zbekistonimizda ham juda populyar bo'lib qolgan. Mashhur. Da, o'zbeklar ham buni o'zimizniki deb hisoblaydi, lekin bu avvalambor albatta tatarning taomlari. Har bir mehmon kelganda, uyingizga mehmon kelganda shu chakchak bilan kutib olamiz. Feruza opa, mana hozir bu yerda men ajoyib milliy liboslarni ko'ryapman. Ayniqsa mana bosh kiyimlar ko'p ekan bu yerda. Mana bu yerda bir qalpoqchaga ko'zim tushdi-da. Bular qanaqa vazifani bajaradi? Bu menimcha bir nusxasi sizni sochingizga ham qo'yilgan-a? Qanday joylashtirgansiz? Nima o'zi bu? Endi har bitta millatning o'ziga yarasha bir albatta milliy kiyimlari bor. Endi tatar ayollari qalfoq kiyadi. Endi u avval zamonda mana shunaqa katta bo'lgan.
Bu qalpoqchalar ilgari katta bo'lgan. ilgari katta bo'lgan, keyinchalik bora bora kichkina bo'lib qolgan. Mana albatta xohlasangiz mana hozir men shuni bir kiyg'izib ko'rsataman sizga qandoq bo'lar ekan. Mana shunaqa ham. Tak, endi buni ozgina mana shunaqa hozir. Tak, sizga как раз to'g'ri keldi. Ham chiroyli qilib buni qilib qo'yamiz. Mana. Самый настоящий татарский колпак, он был именно вот таким. Mana, просто ichida hozir hech narsa yo'q, anaqa. Mana. Вот qanday? mana. Aha. Вот так. Вот так носили. Mana shunaqa qilib ayollar, qizlar taqqan shu qalfoqni chiroyli qilib, ko'rdingizmi, nastoящий tatarka bo'lib qoldingiz. Demak, hurmatli do'stlar, 19-asrda tatar ayollari boshlarini sovuqlardan, issiqlardan saqlash uchun mana shunday tabiiy qalpoqlarni kiyishgan va bugunga kelib bu qalpoqlar kichrayib, mana zamonaviylashib, mana Feruza opamni boshida turadigan darajaga yetgan ekanda. Shunaqa, ha. Endi albatta bu zamoniga qarab moda deymizmi endi. Albatta ayollar modani ketidan shunaqa chiroyli ham ko'rib turganingizdek shunaqa vышивкалар bilan растительный орнамент deymiz. Shunaqa chiroyli ham katta ayollar, yosh qizlar ham rasmda eski rasmlarni olib qarasangiz, hammani boshida bu yerda balki qanaqadir современный zamonaviy kiyim bo'lsa, boshida lekin albatta qalpoq. O'shandan bilasiz, u tatar ayoli. Tatar uyini qanday ko'rsatar ekan deb o'ylab shu bitta fikrga keldim. Buni endi qura olmaymiz-ku pechkada. Endi rassomchini olib kelib, mana shunaqa qilib, chiroyli qilib, sal-pal ko'rinishlarini o'xshatib yasatdik endi. Bu o'sha millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitani o'sha pavilyonida bir qismida mana shu Tatar milliy madaniyat markazini bir burchagida mana shunday chiroyli qilib, nima deydi, tatarlarni o'sha uylarini, yashash uylarini chiroyli bir ko'rinishi. To'g'rimi? Albatta. Mana derevni ovul deymiz. Ovulda yashagan tatarlarimiz mana shunaqa uyda yashaydi. Endi o'sha paytda endi uy ikki tomonga bo'lingan, женская половина, мужская deydi-da. Ayollar ham erkaklar tomonida. Ayollar endi bu yerda hozir ko'rsatib bo'lmaydi unaqa, lekin ozgina bo'lsa ham mana shu og'ochdan yasalgan saki deydi. O'sha yerda ham uxlaydi, kunduz kuni yig'ishtirib, ustiga endi stolcha qo'yib, mana choylar ichishadi. Shunaqa bo'lgan o'sha paytdan. Keyin mana shu har bitta uyda sandiqlar bo'lgan. Endi men eslayman, o'zimni nanayimda ikkita sandiq turganini eslayman. Biz endi yosh kichkina bola bo'lib turib, sandiqni orasiga qo'llarimizni bir qanaqadir sig'dirib, konfetlar o'sha yerda saqlangan deb, birida shirinlikdan konfetlar bo'lgan, ikkinchisida endi balki matolar bo'lgan, shunaqa pullar, boyliklar saqlangan. Seyfda endi ilgari onalarimiz seyfi bo'lganda sandiq. Albatta. Shu bilan endi bilasizki, oilani qanday darajasini-da bilasiz. Endi ko'p sandiq bo'lsa, demak juda ham boy bo'lgan. Keyin mana ko'rib turibsiz, kashtachilik endi tatarlarga juda ham nima deydi, xos bo'lgan. Ana qizlar yoshligidan shuni o'rgangan, 8 yoshidan o'sha bizga birna deymiz, pridni desa, o'zcha aytgan birna, shuni 8 yoshidan boshlab tayyorlangan. O'sha kurchuklarda to'qishlar ham shu tatarlardan kelib chiqqanmi? Ha, kelib chiqqan. Shu talabalik paytlarimiz, o'quvchi paytlarimiz tikardik-da. Ha, shu albatta ham tambur vышивкасы bilan foydalangan, ham gladi vышивка deydi. O'shalarni hammasini mana ko'rasiz, tatar uyda bezaklardan iborat bo'ladi.
Mana shuncha qadriyatlaringiz bor ekan, shuncha bir an'analaringiz bor ekan. Bugungi kunda mana shu milliy madaniy markaz tomonidan shular yoshlarga qanaqa qilib targ'ib qilinyapti. Bularni saqlab qolish ham oson emas bugungi rivojlangan zamonda, to'g'rimi? To'g'ri, lekin aytadi-ku, qon tortadi deydi-ku. Yoshlar baribir shuni anglaydi. Ham endi bizning mana shu markazda tatar tilini saqlab qolish uchun to'garaklarimiz bor. Ular har oddiy kuni keladi. Ham mana shunaqa katta kichik bayramlarda kelib bizga yordamlashishadi. Keyin bilasizlar, bizning eng avvalambor birinchi joyda turadigan bayram u Saban to'yi. Toshkentda endi u bilmaymizlar, uni necha yildan beri Saban to'y o'tkazilib kelmoqda. Men hali kichkina edim, eslayman, Pushkin park bo'lgan eski shaharda, eski Juvada. Shu parkdan mana endi o'zim necha yil eslayman, shu davomida, shu yillar davomida Saban to'y bo'lyapti Toshkentda. Ham endi hozir boshqa shaharlarda ham bizning tatar jamiyatlari bor. Lekin eng kattasi o'zimizda Toshkentda o'tadi. Nafaqat tatar boshqirt emas, boshqa millat vakillari ham kelib qatnashishadi, juda kutishadi. Shu Toshkentimizda oldin aytardik Telmin park degan, shu parkda o'tadi har yilni. O'zimiz uyushtiruvchimiz. Ham ssenariyni endi men hozir eslay olmayman, 10 yilmi, 12-15 yil bo'ldimi shuni o'zim tayyorlayman. Ham 8 soat davomida konsert bo'ladi. Ham shu park territoriyasida kurash o'tadi. Albatta endi u milliy turi, kurash. Ham yutuvchiga unga qo'y sovg'a. Ham turli milliy o'yinlar bor, o'sha musobaqalar. Shunga kelib hamma, aytaman-ku, faqatgina u tatarlar emas, butun Toshkentimizda, O'zbekistonda yashagan turli millat vakillari kelib qatnashishadi. Bugungi o'sha tatar yoshlari qaysi bir o'sha mashhur insonlarni, qaysi yozuvchi, san'atkorlarni, shoirlarni o'zlarini bir milliy qahramonlari deb bilishadi? Albatta, u Abdulla Tukay. O'zbekcha tilga, o'zbek tiliga ham o'girilgan she'rlari bor. U juda kam yashadi u Abdulla Tukay, bir 27 yosh atigi. Lekin juda qadriyatlarimiz, juda katta qadriyatlar qoldirgan bizning uchun. Tug'an til degan she'ri bor. O'sha tug'an til degan she'r ingliz, rus, o'zbek tiliga o'girilgan, har 50 tilga o'girilgan. Ham faqatgina u emas, Musa Jalil qahramon. Uni yoshlar biladi, ham mana ona tili kunimiz bor-ku. O'sha albatta chiqish yasaydi, sahnamizda she'rlarini o'qiydi albatta. Aytganimdek, ular biladi, chunki biz uni o'sha insonlarga bag'ishlangan mana shunaqa kechalar o'tkazamiz. Shu o'zimizning mana qo'mitada ham boshqa sahnalarda. Ham mana yoshlarimiz aytib o'tganimdek boshladimu shu Saban to'yida juda ko'p yoshlarni ko'rasiz, bilasizmi? Negaki Saban to'yida yoshlar tanishadi bir-biri bilan, ko'z-ko'z bo'lib, mana ham yordamlashishadi, ham bir-biri bilan tanishishadi. Endi bizning oramizda juda ham ko'p yoshlarimiz bor, o'sha Saban to'yida tanishib, oila qurgan. Bir yaxshilikka, yaxshi oilalarni, chiroyli oilalarni ko'paytirishiga hissa qo'shadigan bayram ekanda. Albatta, ham mana shu bayramda birgalikda bo'lib, keyin mana qadriyatlarimiz bor, kattalarga munosib juda ko'p ishlar olib boriladi. U mana qariyalarni, ham kam ta'minlangan oilalarni
keyin ana bolalar mehribonlik uylari borku, o'shalarga borib juda ham ko'p yordamlar tegadi bizning yoshlarimizning. Mana shu o'zimizni O'zbekistonda. Albatta endi shu 2 asr davomida u tatarlar o'zbeklar bilan juda ham aralashib yashab kelmoqda, oilalar qurmoqda. Mana o'zimga kelganda mani adam o'zbek, onam tatar. Mana ko'rdingizmi? Endi shunaqa oilalar juda ham ko'p. Ham mana madaniyatimiz, urf-odatlarimiz bir-biriga o'xshash, ham rost bir-biriga yashab kelmoqda-ku endi mana bir-birimizga mehmonga boramiz. Albatta o'zbek oilasiga kelsangizmi, boshqa rus oilasiga kelsangizmi, mana O'zbekistonda yashab albatta biz endi osh yeymiz, chak-chaklar bilan kutib olamiz, choylarimiz, taomlarimiz даже bir-biriga ulanib mana shunaqa aralashib ketgan. Hammamiz bizniki deymiz, to'g'rimi? U faqatgina tatar o'zbeklarga butun xalqlarni taomi bo'lib kelmoqda-da. Bayramlarimiz mana aytgandek, Sabanto'y mana o'sha Navruzga o'xshab katta nishonlanmoqda. U respublikamizda kutib olinadigan bayramdan birlari bo'ladi. Keyin albatta endi mana shu yoshlarimizga kelganda har bizning tatar yoshlarimiz nafaqat boshqa tillarni, albatta o'zimizni tillarimizni saqlab kelmoqda. Shu tilda o'qishadi, shu tilda gaplashishadi. Ham mana ko'rganingizdek mana bugun millatlararo qo'mitamizda mana shunaqa etna deymizmi? Hozir zamonaviy tilda etna hovli. Har bitta millatlarga qurilgan uylar, yurtalar mana turibdi. Biz birgalikda mana shu bayramlarni birgalikda nishonlab kelmoqdamiz. Feruza opa, chiroyli suhbatingiz uchun, mana shu tatarlarni bir chiroyli an'analarini bizga so'zlab berganingiz uchun sizga katta rahmat. Ishlaringizda rivoj tilaymiz. Rahmat. Xush kelibsiz tatar yurtimizga.